azmoli, kazmoli, kazyoli, dazmoli, azmoli, gazmoli, bo'zay, g'o'za, araq, piva qo'limda. Yalala bobo, yalla. Qarang, ilgari ham laparchilarimiz rep aytgan ekan, Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulfarmatsion dasturi. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodirbek Hayitov. Biz boshladik. Diqqat, savol. U yoshligida garshokdan yiqilib, aqldan ozib qolgan. Boz ustiga maktab bog'chalariga tonirovka qilingan mashinalarda borgan. Savol: u kim? Agar to'g'ri javob bo'ladigan bo'lsa, ushbu Instagram profilimizga javobingizni yo'llang va albatta sizga sovg'alarimiz bor. Kecha kechqurun 8 da uxlashga yotdim. Bular-ku mana har kun vohli uxlasa deb xursand bo'lganimdan 2 gacha uyqum kelmasa deng. Diqqat. Rahmdil Alkash qo'yning hayotini saqlab qoldi. Voqea qanday bo'ldi? Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman. O'tim oriq manzilimga. Voy dadasi, yana ichib keldingizmi? O'lay. Voy. Yaxshi keldingizmi dadasi? Aju. Juba. Voy dadasi. Xotinjon. O'lay. Bitta. Voy dadasi. Uyga kiring. Anjinasan. Bitta. O'zim xotinim. Qo'shnilarni bolalari Qaysi qo'shni? O'zimni pulimga ichayapman. Tushundingmi? Ha, o'zi pulga ichasiz dadasi. Ichganmi? O'zimni pulimga ichaman. Qo'shning bilan mayda qilaman. Tushundingmi? Eshikni ham buzib, devor tort tashlayman. Qo'shnichilik yo'q. Tushundingmi? O'zi ular puliga ichyapmanmi? Yo'q. O'zingiz pulingizga ichyapsiz. O'zimni pulimga ichyapman. Nima? Bitta qo'shiq eshitdim-da. Ana borku. Daryodan oqib keladi. Shoda marvarid deganda. O'sha haligi nima? Hofiz qaysi daryoni nazarga tutgan ekan? Ay, dadasi, menimcha Sirdaryo bo'lsa kerak, Sirdaryoni siri fosh bo'ldik. Fosh bo'ldi. Seni o'sha yoqqa jo'natish kerak. O'sha yoqqa borib o'sha marvaridlardan olib kelasan-da, keyin miyamni, quloqmiyamni yemaysan-da. Voy dadasi, yuring, uyga kiring. O'tirayman bu yoqda dadasi. Voy. Jo'ra. Voy, keling dadasi. Mashinasi Gurzavoy. Men bu yoqqa o'tiring. Jo'ram xotinjon. Voy, keling o'tiring. Qayerga o'tiring? O'tiring. O'zimni joyimga bormani. Voy, o'z joyingizga it qaytib kelgan. It qaytib kelgan? Ha, bog'lab qo'yganman. O'tiring, keling. Ketdingmi? Ket. Nima qilasan meni joyimni zayn qilib? Shunday. To'g'ri aytasiz. O'tiring. Charchamadingizmi dadasi? Rahmat. Keling, qo'llaringizni massaj qilib qo'yaman. Ana massaj qilishni yaxshi ko'raman-da. O'zi seni massajxonada topganman. Hazillashdim jinni. Eringdan nima qilma? Xo'p dadasi, xo'p. Eringdan. Oyoqni ham. Xo'p, o'sini ham. Dadasi, shu. Ichishni to'xtatsangiz nima qiladi dadasi? O'zi ichish to'xtagan. Men ichmaganman. Ichmayapsizmi? To'g'risi jinni. Dadasi, massaj yoqyaptimi? Mazza. Qon tinch, sokin. Asablaringiz dam oladi. Albatta. Dadasi. Shu qo'shnilarga o'xshab ichmasdan yursangiz nima qiladi? Nima bo'pti menga? Voy, har kun ichib kelasiz dadasi. Shuncha pul yig'sak, bilasizmi dadasi, uyni buzib katta uy qursak bo'ladi. Bu yoqqa uy Amrolim xonda ham yo'q, tushundingmi? Bunaqa uy bo'lishi uchun sendaqa xotini bo'lish kerak. Hech bo'lmasa 2 haftada bir marta ichsangiz ham bo'lardi dadasi. Agar mabodo ichmasangiz bo'lsa dadasi, bittagina qo'chqorimni siz uchun asrab yuribman dadasi. Oyog'ingiz tagiga suv yo'raman agar ichmasangiz dadasi.
erkakcha gapingmi? Yo, erkakcha gap dadasi. Aniq. Ha, so'yaman So'yasana. dadasi. Oyoq ustiga so'yaman dadasi. Su. Butun mahallada duv gap bo'ladi. O'ylaysan, mana bo'ldi. Su. Ha. Bugunlar ich atmay. Rostmi dadasi? Voy, o'zim o'rganay. o'rganay. Bu yog'iga bo'ldi. Go'sht yeymiz, go'sht. Voy Tushundingmi? dadasi. Ha, Voy o'ylaysan. keling, yelkalaringizni massaj qilib qo'yaman dadasi. Ana. Har kuni go'sht yeymiz dadasi. Ey, men joyimga it kelgan bo'lsa, menga boshqa joy tashlab ber. Xo'p bo'ladi dadasi, yuring. Ketdik. Voy dadasi. O'zim o'zimda bir marta ichganman, qolgan hammasi paxmel. Ey, qo'shqo. Usasanmi? Kalla qo'ysam, ey. Kalla qo'ysam. Ha! Men qara. Badichi. Aytmaysan. Ha, quydasan, men tushunmaysan. Sen men tushunmaysan. Kim tushunadi bu uyda? Lekin sen xavotir olma. Men bor ekanman. Nasib bo'lsa sen yuzga kirasan. Tushundingmi? O'ylaysan. Hozir mana katta bar, katta. Ana senga olam gul, og'zingga siqqancha kuchingdan. Ay jomla. Tamam. İşin bo'lmasin. Tushundingmi? Voy. Yuzga kirgan qo'shqor sen bo'lasan hayotda. Tushun, tamam. Farosatni qarang, farosatni. Qo'y yashasin dedi-ya, shu ham bizda keyingi xabar. Bizni sinfdoshlarni bir joyga yig'ish bandasiga emasligini yana bir bor isbotladim. Kecha choyxona qildim, hech kim kelmadi. Ko'p yillar qishloq vrachlik punktida faoliyat olib borgan doktor shaharga ishga keldi. U shaharga moslashib keta oladimi? Yo, shahar doktorga moslashadimi? Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Ha, janon bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Kuyganmi faqirlarni yana yondirasanmi? Nay. Nulto bo'ldi jahon mulkida paydo, ey sho'xi parizod. Allakda move it. Ha, o'ynang Madinaxon, ha, bo'sh kelmang. Move. Kayfiyat ko'tarish kerak. Allakda. Move it. Allakda move it. Nodir aka, Ho? siz hofiz ekansiz-ku, doktor bo'lib nimaga ishlab yuribsiz? Endi sal chalg'ish kerak-ku odam. Endi qishloqda ishlagan paytlarimda uncha kasal kelmas to'g'risi. O'sha uchun qo'shiqchilik ham qilib turardim. O'zim bekorchilikda shunaqa qilib turardim to'g'risi. Nodir aka, qishloqdan o'zi nega keldingiz? Nimaga keldim? Men o'smoqchiman. Men unmoqchiman. Qishloqda o'sish degan narsa yo'q. Men shaharga kelib o'z ustimda ishlab, doktor Aybalet bo'lmoqchiman. Doktor Aybalet? Ha? U mol doktori-yu? Voy, balet, palot qilibman-ku. Xullas doktor Xaos bo'lmoqchiman. Madinaxon, tushunyapsizmi? Qishloqda o'sish yo'q. Qishloqda o'sha tog' toshlar orasida qolasan, ketasan, o'sish yo'q. Men ham bu yoqqa yaxshi niyatlar bilan, orzu umidlar bilan borganman qishloqqa. Bilasizmi, Madinaxon? Men u yoqqa men o'qishlar tugatib, magistratura 11 yil doktoraturani tugatib borsam, ishlayman deb qishloqqa. Nima bo'ldi? Hamma tabibga ishonar ekan bu yerda. Doktorga bormas ekan. Keyin endi tabiblikka o'tib ketib, tabiblik qilib davolab yurdim-da. Tabib ham bo'lib ishladingizmi? Ha, doktorga ishonmaydilar. Tabib bo'ldim men. Bular nima qilamiz endi? Ichida nima bo'ladi? Nodir aka, bemorlar kutib qoldi. Balkim bemorlarni qabul qilarmiz. Qabul qilamiz? Ha, chaqiring qani kesinchi. Ha, bo'ladi. Mana. Ha. Teshdingmi? Hozir spirt olib beraman. Qani o'tiring.
Qani, o'tiring. O'tiring. Nima bo'ldi, tishdingmi? Mix kirib ketdi. Mix kirib ketdi. Voy, bilmasam. Mana spirt. Zanglaganmidi? Bilmasam, men qaramabman. Nima? Spirt? Aha. Doktor, Hozir siroqqa topib beraman. Yomon Ey, ey, ey. achyapti. Ha. Qanaqa spirt, qanaqa bin, qanaqa latta, qanaqa perikiz. Hozir to'xtang, davolaymiz. Qarangchi, birorta bolachalar bormi tashqarida? Hozir. Bolachan nima qilasiz? Buni davolang. Nima Men qilyapsiz? qarang, siz doktor Dolli keldingizmi? Ha, bo'ldi, sabr qiling, tuzatsak bo'ldimi? Kechiyan, yaxshimisan? Izlashtiring, achishyapti-da. aka. Ana u nima ertalab hojatxonaga kirganing yo'qmi? Yo'q. Kirmagansan, aniq. Aniq. Bo'ldi. Bo'lmasa shunday dalaga chiqdimda dalaga bir burchakka chiqib, shuni amaking qo'liga bitta churillatganda, nima qilganda, choptirganda. Nima deganingiz, doktor? Bu og'riyapti. Hazillashyapsiz men bilan? Doktor, doktor degan, bu spirt qilib, zelyonkalar qilib, bir perks qilib, keyin haliga bir jo'natib o'rmaysiz. Ey, menga qarang. Hozir mana bu chiqib churillatadi-ku. Uni ichida perks ham, spirti ham, binti ham bor, paxtasi ham bor. Bittaga bitta qonni ham to'tadi, tushunyapsizmi? Shunday davolayapmiz-ku, ne chillan beri. Bor, choping. Yuring. Bittaga bitta davo. Doktor aytganlarini qiling, yuring. Bu ham o'rganib qolganmi? Ha. Qara, yaxshilab. Agar yaxshi bo'lmasa, qara lekin. Ushtagingni olib qo'yaman. Qara, men hazillashma. Tuzalasiz, bo'ling. Spirt, arda, perks quyib. Men aytyapman, men tabib bo'lganman deyapman. Tushunarlimi? Bo'pti, keyingisini chaqiraman. Keyin kasal chaqiring. Shuncha dorilar nima kerak ekan? Assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sog'misiz? Salomatmisiz? Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Tomoq. Nima bo'pti? Tomoqlari og'riyapti. Hozir dori yozib beraman. Tomoq. Hozir qatiydi? Aha. Buxor og'izlivonni. Cho'rdanakchasi bor-ku. Ana, dona sho'rakchasi, ha. Vodiyda achchiqqina qurchasi bor. Sirdaryoni baliqdan kapchonka baliqchasi. Samarqand biloni kartoshkasini kapchoni chipsilari. Chipsichalari. Voy. Pivo demang iltimos. Qibray muzday pivasi. Qibrayda muzday pivachasi bor-ku. Ichaveribmiz. Tomoq ketib qolsa bo'ladi. Shamollab qoldimi? Nodir aka, mana dorilar yozib berdi. Nimisil, Seraflu, Atsitik hammasini siz Yig'ishtring. Qanaqa terifli. Kerak emas dori-pori. Men qarang. Nima Tish qilasiz. Hozir uyga borasiz. Uyga borib 200 ni iloji bo'lsa bitta qalampircha ham tashlab oling ichiga. Tozasidan. Tozasidan olib, qalampirchani tashlab ko'tarasiz. Bitta o'ranib yotib, terlab, ettalabgacha borib, otday bo'lib ketasiz. Kerak emas dori-pori. Bezbalesna. Men 400 so'raganman, uni bo'lmaydi uni. Qani ading. Ko'p ichsizlar lekin yiringlayapti hamda. Ana, yoting-da. Yoting. Osmonga qarab yotaymi, yerga qarab yotaymi? Yoting. Osmonga qarab yoting hozircha. Qani mana. Faqat shu bosh ishlama kerak emasmi? Bosh ishlama kerak emasmi? Yo'q, hech narsa kerak emas boshqa. Qani? Xo'p. Hozir. Nima qilmoqchisiz? Nima qilyapsiz? Qani oching qani. Bo'ldi. Nima qildingiz, doktor? Tomog'ini artdim. Tushundingizmi? Tomoq. Bo'ldi. Qalay bo'ldi? Undan ko'ra o'ldirib qo'ygansiz yaxshi-da. O'lmaysiz. Yomon o'lim yo'q. Onamni ushqurg'ondan ko'rdim. Yaxshi-da. Hech narsa qilmaysiz, zato tuzaldingiz. Doktor. Ertaga yana kasal bo'lib oldingizga kelmaymanmi? Endi kasal bo'lasiz, bo'lmaysiz, lekin meni oldimga kelmasligingiz aniq. Kelmayman. Bo'pti, sog' bo'ling. Doktor, nega unaqa qildingiz? Dorilar yozib bersak bo'ladi-ku. Dorilar bilan tuzatsak bo'ladi-ku. Zo'r bo'ldi. Bor-ku, tobasiga tegandi. Endi meni umuman bezor qilmaydi. Kasalxonaga vaqt yaqinlashmaydi. Och qornim, och to'qmi nima edi? Och qornim tinchlanadi. Ana shu. Bo'ldi. Shu narsa. Hozir kengisini chaqiraman. Choping. Keling. Hoy. Assalomu alaykum doktor. Yaxshimisan, jiyan? Yaxshi. Qalay akang qo'liga zakonni qilib tushiryaptingmi? Malladis. O'zi seni ishga olish kerak ekan sen. Nima bo'ldi senga? Shu tomog'im og'riyapti. Kecha oyim yig'laganim uchun marojna olib beruvdilar. O'shanga oyim olib berdilar. Onasini arzanda ballari qara. Oying olib berdimi? Oyingni o'zi tuzatsin, tushundingmi? Men bolalarga qaramayman, tushundingmi? Men kattalar bilan ishlayman. Siz doktorsiz-ku, siz davolaysizmi? Menga ishing bo'lmasin, tushundingmi? Men nima qilishim bilan? Onang olib berdimi? Onang tuzatsin. Olib berishdan oldin o'ylash kerak edi. Chop, sir.
voy bu nima qilganingiz Nodir aka? Ha? Dori yozib bering men qog'oz. Onasi qanaqa qilib davolaydi? Qanaqa davolaydi? Davolamaganligi uchun kelganda. Olib bermasdan oldin o'ylash kerak edi. Tushunarsan, tushunarlimi? Davolaymi? Ha. Bo'ldi, anov marli toza tarafini olib beringda. Yo'q, bo'ldi, kerak emas. Onasi tuzatsin. Ha, onasi tuzatsin. Kengisini chaqiraman. Tavba qildim. Ozgina dam olaman men. Bezda qilmalaring. Nodir aka turing. Nima qilib yotibsiz? Eshigingiz tagida to'la kasal bu 10 talab, 15 talab bo'lib ketgan. Turing. Siz mabda uxlab yotibsiz. He, bo'ldi, vaqt chaqir qilmagin. Qanaqa baqir-chaqir qilmayman? 15 ta odam bor. Mana qarang. Xullas, borib, men bu yerda ishlamayman. To'g'risi. Ishlamayman? Menga to'g'ri kelmadi shahar joyi. Qishloq joyi zo'rida. 3 kun, 4 kunga bitta kasal keladi. Ular ham kelgani haligi kelib men bilan narda o'ynab, kart o'ynab ketardi. Bo'lmaydi bu yeri. Shahar menga to'g'ri kelmadi. Nimaga? Boring, ayting, ketdi deng. Hamma kasal bu yerda. Qishloqda zo'r edi. Unchuncha kasal bo'lmaydi. Shu tablik qilib yurgan yaxshi edi. Ishingiz boshidan qolsin. Ayting, kattaroq ketdi deng. Hozirgi 10-15 ta kasallik kim tuzatadi? Ana jiyanchaga ayting, churullatadi. Yo'q-de. Uf. O'z uying o'lan to'shaging. To'g'ri qildingiz doktor bova. Qishloqqa suring. Bu yerda ham kadrlar kerak. Sevgi orbitga o'xshaydi. Ba'zi bir yigitlarga bittasi kamlik qilib, ikkita chaynaydi. Meni sheton degan o'rtog'im bor, 4 ta 5 talab chaynaydi. To'ymasmikan shu? Davom etamiz. Sadaqa so'ragan tilanchini ko'rgansiz, ammo sadaqa so'ragan doktorni ko'rganmisiz? Agar ko'rmagan bo'lsangiz, akula ko'rsatuvini ko'rishda davom eting. Marhamat. Mana. Rahmat. Xo'p. Sog' bo'ling. Biringizga ming bersin. Hozir. Mana. Rahmat. Rahmat. Aha, hop. Aka bir nima berib keting, boya shunday o'zib ketdingiz-da. Boya ishim zarilda e'tibor ham beraman men, to'g'risida. Yordam qiling aka. Yordam qilaman, bo'ldi. Operatsiyani yarmini ko'tarsam bo'ldimi? Ha endi qo'ldan kelgancha imkon qadar. Mana. Yordam chin ko'ngildan. Aka, sal jonliroq berib, ayollar ham 100 ming, 50 dan 100 mingdan berib ketyapti. Siz obro'yingizga to'g'ri kelmaydi. Men hech pul beryapman. 3 ming so'm beryapsiz-ku. Katta pulmi? Aka, ayollarni aka ayollarni eri bor-da. Men o'zim pul ishlab topaman, aka. Oling, berganini olib qo'yavering. ha bo'pti. Pas. Aka, yordam qilib keting. Operatsiyaga yordam qiling. Ha, aka. Insofingiz bormi? Vijdoningiz bormi? Ha, nima? Odam ham shunchalik aferist bo'ladimi? Nega? Ko'zingizni lo'q qilib qaraganingizni qarang, ko'zingizni o'yib olaymi? Aka, bu poliklinika davlatniki. Yotoqxonasi tekin, doktorlarni davolashi tekin, 3 mahal ovqat tekin, dori-darmon tekin. Buni hamma narsasi tekin. Qanaqa qilib operatsiyaga yordam qiling deb yozib olgansiz? Uyalmaysizmi? Shunchalik ham mashinalik bo'ladimi? Odamga bet kerak. Bir urib pachaq qilib tashlaymi? Hamma narsa tekin bo'lsa. O'zni bosib oling. O'zimni bosib olaman, shuni shu o'rnayapman. Menga o'rgatmang, men shu yerda xirurgman. Ha? Xirurgman shu yerda. $120 talik влажный salfetka oldim. İçini ochib sanasam 180 chiqdi. Ziqna, pas. Shunaqa ham mijozni haqqiga xiyonat qiladimi? Erinmay sanaganimni qara. Davom etamiz. Bir obro'li tashkilotga ishga qabul boshlandi. Suhbatdan o'tish uchun bolangizni ham olib kelishingiz kerak ekan. Qiziq. Ishga bola nima aloqasi bor? Ko'ramiz.
Xo'p, Madinaxon chaqiringchi. Xo'p bo'ladi. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring. Sizni ko'rganimizda xursandmiz. Salomat bo'ling. Shukurov Elbek. Shukurov Elbek. 5 yil savdo bo'limida ishlaganman. 2 yildan beri ishdan bo'shaganim sababliga o'zimning shaxsiy biznesimni boshlaganman. Endi o'sha bizneschi yurmay qoldi aka. Endi men qarang, Elbekjon. Tabiiy aka. Endi siz bizni savdo bo'limimizga ishga kiradigan bo'lsangiz, siz bizni yuzimiz bo'lasiz-da. Shunday. Ha, betlaring. Bet. Ha. Yo, savdo, brendni nazarda tutyapman. Ha. Shuning uchun siz bilan hozir suhbatlashamiz. Tez savollarimizga javob berishingiz kerak. Agar javob bersangiz, nasib qilsa siz bilan hamkorlikda ishlaymiz. Bemalol aka, bitta o'zimni bu maqtashga kirmaydi. O'zimning shaxsiy fikrimda borgan joyimga shunaqa deyman. Men qaraqangi bir savdo kompaniyagami yo firmagami ishga borsam, o'sha firma, kompaniya rivojlanib ketadi. Pullar o'zi ko'payib, zo'r bo'lib ketadi. Juda zo'r. Albatta men 100% kafolat berib aytaman. Men ishga kirsam, sizlarni yuqori cho'qqilarga erishtirishga harakat qilaman. Ishga nechida kelasiz? Oldingi ish joylaringizga nechida borgansiz? Kech yo'qmi? Yo'q. Ish 9 da boshlansa men 8:10 da o'sha yerda bo'laman. 50 daqiqa oldin. Har bir xodimni o'zim kutib olaman. Ha, ertalab nechida uyg'onasiz? 6:10 da uyg'onaman. O, yunib, taranib, ovqatlanib. 20 minut badan tarbiya, 20 minut nonushta, keyin oilaga bir yarim soat vaqt ajratib, keyin sekin ishga chiqib ketaman. Yaxshi. Xo'p, ikkinchi savol. Chekasizmi? Yo'q, chekmayman. Tug'ma yo'q, chekkilik. Tug'ma? Chekkan odamni bug'ib o'ldirib qo'ygim keladi. Yaxshi, faqat bitta narsa bor-da. Endi bizning mijozlarimiz chekkan bo'lishi mumkin. U paytda ularga unaqa muomala qilish kerak emas. To'g'ri muomala qilish kerak. Mijoz har doim haq. Sizda prav degan gap bor, bilasiz. Shuning uchun mijozlarni ko'ngliga qarashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ichasizmi? Yo'q, ichkilik yo'q aka. Nega? Tug'ma ichmayman. Shunaqa organizm xohlamaydi, ko'tarmaydi. Xohlamaydi. Ya, ichib turaman, salqin ichimliklar. Kompot, tok, suv, shunga o'xshash. Juda yaxshi belgilab qo'ying, mana Belgilab qo'ydim. Belgilab qo'ying. Bizga ham juda to'g'ri kelyapti. Narsalari hammasi ayollarga. Endi chapga o'ngga deganda, levi pravi deganda. Chapga ham o'ngga ham unaqa narsa yo'q aka. Chunki bizning do'konimizda buni savol berayotganim sababi, do'konimizga har xil chiroyli go'zal ayollarimiz keladi. Mana shu paytda ko'p sotuvchilarimiz ular telefon raqamlarini olib, shular bilan yo'q bo'lib ketib, ishimiz qolib ketgan. Ko'p savdogarlarni yo'qotganmiz. Bo'ladi. Lekin unaqa narsa yo'q aka. Oilamga xiyonat qilmayman. Xotiningizga xiyonat qilmaysiz. O'zi gaplar ham bor, maqollar ham bor, qo'shiqlar ham bor. Pul ayollar ko'ngil xushliklar tiriklaring go'ringga tiqar deydi. O'sha. Yozing. Yozib qo'ying. Yaxshi bo'ldi. Xo'p. Yolg'on gapirib turasizmi? Yolg'on yo'q aka. Mana o'zi ko'zlarimdan ma'lum-ku, yuzlarimdan. Mana qara, mana. Odamning yuzidan bilinadi aka. Yolg'on gapirmaysiz umuman. Yolg'on gapirsam ko'nglim ayniydi. Adashib ketaman, bor. Nima deyotganim esimdan chiqib ketadi. Yolg'on gapirmayman. To'g'risini aytaman. Tushunarli. Yaxshi, endi biz o'sha e'lon berganimizda suhbatga bolasi bilan kelsin deganmiz. Ha. Bilasiz-a? Bolam, mana shu yerda. Olib kelganmisiz? Ha, olib kelgandim. Olib kiring. Olib kiring unda Bolamga bolangizni. aytdim, sen shu yerda o'tirib turgin. Dadajoning bir suhbatga kirib chiqsin. Hozir hal qilib chiqaman dedim. Afsuski adashibman. Bolamni ham olib kelishim kerak. Xo'p. Ungacha dokumentlaringizni ko'rib turing. Xo'p. Hozir bolamni olib kelay. Ha, bo'ladi. Ha, tezlashtiring. Bizga mos kelar ekan, Madinaxon, sezdingizmi? Ha, sezdim. Ayollarga qaramayman degan joyini qayerdan bildim? Sizga vobshe qaramadi-da. Shu joydan bilib qoldim. Bolam, shundoq pastga tushib chiqaman. Ket qolma, shu yerda o'tir. Xo'p bo'ladi. Shu yerda bo'lib turaman. Men seni izlab yurmay, o'tirib tur. Hozir kelaman. Xo'p bo'ladi. Jim o'tiraman. Mashinani dokumentlar olib kelay. Xo'p bo'ladi. Ye? Qalay, yaxshimisan? Assalomu alaykum.
Qanday ishlaring yaxshimi? Yaxshi, Tandingmi rahmat. meni? Yo'q. Dadang bilan armiyaga birga xizmat qilganman. Ha. Ha. Dadang bilan keldingmi yo akang bilanmi? Ha, dadam bilan keldim. Dadang yaxshi odam. Senga men marojna olib beraman. Shokolad olib beraman. O'sha marojna shokolad pulini bersam, tashqarida olib olsang ham bo'ladi, ha? Ha, Maktabga to'g'ri. do'stlaring bilan maza qilib yesang ham bo'ladi. Menga qara, hozir boramiz. Dadangmi desa, ha desang bo'ldi. Kelishdingmi? Repetitsiya qilaylikchi. Xo'p, bo'la. Kelishdingmi? O'g'lim, Dada, o'g'lim, dada, o'g'lim. dada. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lib qolishi mumkin-da, tushundingmi? Kulmagin faqat, tushundingmi? Jiddiy Aha, turasan. hop. Men pulni olib qo'y. Ketdik, yur. Qani? Mana, o'g'lim, Qani kesinchi. Keling, o'tiring. Qani. o'tir. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Juda aqlli bola. Maktabda ham Ha? a'lo baholarga o'qiydi. Yaxshi, xo'p. Maktabda nima desa bo'ladi? Sinf qahramoni. Sinf qahramoni. Hech qachon 4 olmagan, faqat 5 olgan. Xohlasanglar matematika, geografiya, tarix. Bo'ldi, tushundim. Hammasidan savollar beraveringlar. Bo'ldi, o'zimiz beramiz savollarni. Savollarni fandan Hop. beringlar. Mironshoh. Dadang bilan faxrlanasan? Ha, dadam bilan faxrlanaman. Dadasi bo'ladi, faxrlanmaydimi, ha? Mironshoh, dadang ertalab nechida turadi? Dadam shu ertalab 9:30, 10 ja bo'lmaganda uzog'i bilan 11da. Juda kech turadi. Juda kech turadi dadang. Ha. Ha, endi Undan vaqtli bolada turmaydi. bola. Iltimos. O'zimiz. Madinaxon savollaringiz bo'lsa bering. Ades soat nechida ishga ketadilar? Shu maktabdan kelganimdan keyin ham yotgan bo'lalar, bilmayman, uxlagandan keyin ketadilarmi? Ikkinchi smena kechqurungi smena. Uxlagan payti ishga ketadilarmi? Hech ko'rmayman ishga ketganlarini. Ha, endi bolada bu. Yo, siz jim turing. 1-2 piyoladan keyin mast bo'lib qoladimi ichganda? Yo'q, hech qachon unaqa. Dadam butun boshli mahallani mast qilsalar qilarlarki, lekin o'zlari hech qachon mast bo'lmaydilar. Ha, yo'q, jim turing. Ha, yaxshi. Bo'lmasa ichkiliklar zo'r. Ichkilikdan zo'r. Ha, yaxshi, zo'r. Haligi chekadiyammi dadang? Ha. Dadam shu chekala har kun shu ichgan paytlaridan keyin shu uy chekalaridan keyin hidi burqirab ketadi. Uydan tuman bo'lib bo'lib ketadi. Yaxshi. Dadang yolg'onga munosabati, yolg'on gapirib turadimi? Ha, shu ishontiradilar. Mana masalan yaqinda Turkiyada kotibalari bilan ketdilar. Shu oyimni komandirovkaga ketdim deb hali ham aldab yuribdilar. Ha, yaxshi. Shukurov, Endi malladez. bolada bu. Yo, bola hech qachon Bola. yolg'on gapirmaydi. Shu uchun biz atay bolalarni taklif qilganmiz suhbatga. Mana hujjatlaringiz, hujjatlarni olib borib boshqa joydan ish izlashingiz mumkin. Shukurov, Aka, bu meni bolam emas. endi bolasini ham tamomaydi buni Shu qarang. shu yerda o'tirgan ekan. Olib kelgandim aka. Marhamat. Iltimos. Ha, chiqa qolinglar. Bo'ling. Pul bilan shokolad top. Tur. Yolg'on gapiryaptilar, ko'rdingizmi? Qachon sizdan pul oldim? Hey, bolaga nima siz baqiryapsiz bolaga Nima nisbatan? deyapsan? Chiqing ko'chaga. Hey, Chiqing. Hey. Chiqing deyapman yur, sizga. yur. Chiqing Hech qayerga ko'chaga. chiqmaydi. Aka, endi Chiqing, hozir qo'riqchilar olib chiq tashlaydi. ketmayman. Tashqariga kutaman seni. Ye. O'rgildim. Qarang. Fude. Ha, Mironshoh. Malla desang, zo'r bo'la ekan bu. Menga yoqdi. Ye, o'g'lim, sen nima qilib o'tiribsan bu yerda? Men seni izlab yuribman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, bu o'g'lingizmi sizda? Ha, bu meni o'g'lim Mironshoh. Nimaga? Yo'qotib qo'ydim, yuragim yorilib ketdi. Nimaga o'g'lingiz bilan yuribsiz? E'lon beribsizlar-ku o'zinglar, ota bola kelinglar suhbatga Ha. deb. Men o'g'limni olib keldim, yo'qotib qo'ydim. Suhbatga keldim, ishga kiraman deb. Ishga kiraman deb suhbatga Ha, keldingiz. mana rezyumelarimni olib kelganman. Rahmat, siz suhbatdan o'ta olmadingiz. Nima? Siz suhbatdan o'ta olmadingiz. Ye. Qanaqasiga suhbatga o'tolmayman. Men hali suhbatga kirganim yo'q. Endi kelyapman-ku. Bola hech qachon aldamaydi. Salomat bo'ling. Suhbatdan o'ta olmadingiz. Marhamat. Rahmat. Borishingiz mumkin. Bolam, biror nima dedingmi bular? Mironshoh, gaplashamiz. Men hali suhbatdan o'tganim yo'q. Nima deb suhbat qilyapsan? Hozir blogerlar bilan, jurnalistlar bilan Aka, kelaman. aka, Korxonang bilan yoptiraman. aka, To'xtab tur. Hali suhbatga kirmasdan. To'xtab, nima? Nima to'xtaydi? Kelishyapsizlar? Ha. Pulimni beringlar. Qaysi pul? To'xta. O'g'lingizga ayting pulimni bersin. Yo'lkira qilib ketishim kerak. Qanaqa pul? Ye? Bu muttaham nima deyapti? Qanaqa pul haqida gapiryapti? Bilmayman, qanaqa pul? Muttaham qilib qo'yibman. Ber pulni.
Janjal qilasiz. Ko'chaga chiqinglar, ota-bola. janjallashib qilinglar. Pulimni beringlar. Biz ishga kiramiz deb kelganmiz. Hal qilib ketarikmiz sizlarga. Pulni halqib bering. Bu sizlarning odamlaring, ha? Ye. Ha, zamona zo'rdiki, tomosha ko'rdiki degani shu ekanda. Ha? Bir bolaning to'g'ri gapi ikkita keraksiz, yaroqsiz kadrni ishga kirishdan saqlab qoldi. Milladis. 4 marta uylangan yigitning do'stlari uni uzuklar hukmdori deb chaqirishar ekan. Osmonga qarab o'yna, oyoqlaring bukilsin. Sening yomon deganlar tom ustidan yiqilsin. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodirbek Hayitov bo'ldi. Xullas, bo'pti.